Kuyovim bor, u sportsmen, o'zi biznesmen, 40 yosh. U tennislarga boradi. Birdaniga hech narsadan hech narsa yo'q, rak kasaliga uchrab qoldi deng. Bilasizmi, qanaqa motam bo'lib ketdi bizda. Bu yoqda birinchi uni nabirasi tug'ilyapti. Ular Moskvada turadi. U navara kuyovim, navaram bilan birgalikda. Bu yerda u diagnozini olib turib, Rossiyaga, Izrailga, Hindistonga hamma disklarini jo'natyapti. Qarang, shunchalik stress bo'lganmizki, biz o'sha paytda. Shu bilan birgalikda Izrailga boradigan bo'ldi. Ertan o'sha narsa tasdiqlandi. Xochkina degan narsa ekan. Endi qarangki, u o'shadan har kuni oladigan ximiya terapiyasi nima suyuq bo'lar ekan, kapelnisiga o'xshagan bo'lar ekan. Bu o'sha yerga hamma dorivorlarni olib keldi. O'sha 12-yil bo'layotgan narsa bu. Keyin bu yoqdagi shu institut переливания кровьda endi yaxshi tushishadi ular. O'shalardan borib, o'sha medsestra uyga kelib kapelnitsa qiladigan kelishishdi. Shu bilan bu narsa bitta men ham o'sha paytda birinchi bilishim, har bitta o'sha ximiya terapiya olganda immun tizimi birgan past bo'lsa qo'ymas ekan. Uni salomatligini tiklash uchun o'sha ximiya tushganda boshqa sog' hali zararlangan hujayralar bilan sog' hujayralarni ham nima qilar ekanda, shikast yetkazar ekan. Endi men aytdimki, "Hey, o'g'lim, men sendan pul olmayman. Mana shu mahsulotlardan ichgin." Chunki unda ham ishonchsizlik. Qanaqa qilib bu qo'ziqorindan bo'lgan narsa menga shifo bo'ladimi? Deb nima qilgan, shubhalangan. Va shu qarangki, o'sha 1 oy davomida 30 kun o'sha ximiya terapiyasini oldi. Har safar 1-2 immunitetni ko'rsatkichi bo'ldi. U doktorlar so'rayapti, "Qandoq nima ichyapsiz?" Mana shuni ichyapman. Qarangki, kokteyl qilib bergansiz ularga. Uni kokteyl qilib berganman. O'sha 3-chalovini, mana shu 3 ta Gold seriyasidagini ichgan. Yana bitta Sakana degan juda ham bir ajoyib ekstraktimiz bor. U kapsula ham rosa shifobaxsh. Hatto sizni istemaysiz chiqsa ham o'sha 1 soat, 2 soatdan keyin u sizga immun tizimingizni ishlatib, o'shani normaga keltirib beradi. Qarangki, keyin Izrailga ham ishonmadi-da, tuzalishini Hindistonga bordi. Hindistonga borsa, qarang, bo'ldi sizda bu kasallik, rak kasalligini hujayralari hammasi so'rilib ketgan. Endi siz yarimda bir marta kelib tekshiring dedi. Mana Allohga shukr, o'sha 2012-yil bo'lsa, necha 14 yil bo'libdi. 14 yilda qarang, butunlay hammasi o'sha uchotdan olib tashlagan. Prosta hayron qolasiz. Haqiqatda bu narsa ilmiy isbotini topganligi men yanada ham ishonchim komil bo'ldi.